Qadim zamonda tog'lik o'rmonda Momiqvoy ismli kichik ayiqcha yashar edi. Uning momiqlari juda yumshoq va chiroyli edi. Shuning uchun ham hamma uni Momiqvoy deb chaqirardi. Momiqvoy doim o'zining momiqlarini toza tutar va o'zini o'rmondagi eng chiroyli ayiq deb o'ylardi. Biroq Momiqvoyning bir kamchiligi bor edi. U haddan tashqari mag'rur va boshqa hayvonlar bilan do'stlashmasdi. U faqat o'zining momiqlari va ko'rinishi bilan ovora bo'lar edi. Bir kuni Momiqvoy o'rmonda adashib qoldi va uyga qaytib keta olmay qoldi. U juda qo'rqib ketdi. Shu payt o'rmondan boshqa hayvonlar unga yordam berish uchun yetib kelishdi. Ular Momiqvoyni o'rmon bo'ylab uyiga olib borishdi. Bu voqeadan keyin Momiqvoy o'zining xatosini tushundi va boshqa hayvonlar bilan do'stlashdi. U endi faqat o'zining ko'rinishi haqida emas, balki do'stlik va mehr-oqibat haqida ham o'ylar edi. Momiqvoy endi o'rmondagi eng sevimli ayiqcha bo'lib, barcha u bilan o'ynashni va uning oldiga kelishni yaxshi ko'rar edi. U o'zining yangi do'stlari bilan ko'plab sarguzashtlarni boshidan kechirar edi va barcha unga mehr bilan munosabatda bo'lar edi. Shunday qilib Momiqvoy ayiqcha ertagi bizga mag'rurlik va yuzaki ko'rinishdan ko'ra muhimroq narsalar borligini, shuningdek do'stlik va mehr-oqibatning qadri haqida o'rgatdi.